Assalomu alaykum muxlislarimiz. Rasxodsiz foyda olsa bo'ladimi deb savol kelyapti. Juda ham ko'p kelyapti. Qanaqa qilib rasxodsiz foyda qilib bo'ladi? Agarda sizga kimda kim ikkita donagina quyon tekinga berilgan bo'lsagina, siz o'shandan ko'paytirib juftligidan rasxodsiz foyda olgan bo'lasiz. Lekin baribir qanaqadir ma'lum bir vaqtda siz ham yoningizdan rasxod qilasiz. Misol olib, biz ham boshida 1.300.000 so'mga quyon olib keltirganman. Keyin inini olganmiz, keyin yana pul tikkanman, xullas baribir rasxod qilganman. Rasxod qilganimdan keyin bollarini sotib foydaga kirib ketganmiz. Menimcha hamma quyonchilarda shunaqa bo'lsa kerak. Qani sizlar birinchi qancha rasxod qilgansizlar? Keyin qancha foyda olgansizlar? O'shani kommentariyada yozib ketinglar, o'sha muxlisimiz eshitsinlar. Keyin iltimos sizlardan yozvasizlar, quyon padarka bervaring, quyon padarka bervaring deb. Quyon padarka beriladi, o'zini odami bor bizada ham. Tekshiriladi, o'shanga qarab turib beriladi. Lekin o'zimizdan o'zimiz shundoq qilib berib olmaymiz. Bizani ham to'g'ri tushuninglar. Xarajatlarimiz bor. Bitta Samarqanddan yozyapti-da, menga ikkita quyon tekinga bering deydi. Xo'p, mayli beraman, xo'p dedim. Keyin uni 150 ming, qarang, quyon olishga puli yo'q ekanda, lekin yo'l kirasiga puli bor ekan. Bu insofdanmi, insofdan emasmi? Shu to'g'risida ham bitta yozib beringlar, iltimos sizlardan.